Assalamualaikum dünyanın var qaysı yerlerdeki aziz qarindoshlar. Ana til kuni munosabati bilan hammamizning ana til kunimizni qizg'in tabriklayman. Ben ana til Gulzori sayfasining riyosatchisi Abida Abbas Nasrin bo'lman. Bugun Japakash ana til o'qituvchilari, suyumli ota-onalar va farzandlarimiz va Ikram oldidagi qarindoshlarimiz uchun xizmatda bo'lganimdan intayin mamnunman. Ana tilimiz bizningki faxrimiz ham sharafimiz. Ana tilni qo'g'dash bizning yuksak majburiyatimiz. Ana tilimiz krizis ichida qolgan mana shunday bir vaziyatda fidoyi ana til o'qituvchilarimiz va jamiyatdagi ana til himoyachilari va ota-onalarimiz barliq kuchini chiqarish bilan ana tilimiz yo'lida xizmat qilayotgan va tirishchiliklarni ko'rsatayotgan bo'lsa-mu, ana til o'qitishda yana nurg'un kamchiliklar va yetarsizliklar mavjud bo'lib turmoqda. Va bu yetarsizliklar hal qilinmasdan, chora tadbir qilinmasdan tepishmoq holatida davom etmoqda. Uyg'ur akademiyasi qarmog'idagi Uyg'ur ana til komiteti farzandlarimizning ana tilini yaxshi bir shaklda o'rganishi, ota-onalarning va farzandlarning, o'qituvchilarning ana tili o'rgatish jihatdagi tajribalarini o'zaro almashtirib, o'zaro bir-biriga o'zaro tajriba almashtirishi bilan texnik yaxshi bir ana til o'rganish metodini qo'lga keltirish uchun va o'zimizning avlodlarimizda Uyg'ur ruhini paydo qilish va ularni millatimiz uchun yaramli bir izbosarlardan tayyorlab chiqishga sabab bo'lish niyatida ana til Gulzori programmasini yo'lga qo'ydi. Bunday bo'lsa, suhbatimizni boshlasak, men o'zim ham ana til o'qituvchisi bo'lib xizmat qilib boqqan, bolalarim ham ana til maktablariga boradi. Men doim his qilgan va boshqa ana til o'qituvchilari doim his qilib turadigan bir masala ana til o'qituvchilaridagi kamchilik masalasi. Mana shu masalani biz davomli his qilib turamiz. Bugun programmamizning tunji soniga Germaniya Uyg'uriya ana til maktabining o'qituvchilaridan Salomat Hashim muallim va Farida Niyoz muallim va o'quvchimiz Zunnurayni alayhi taklif qildik. Qizg'in qarshi olamiz. Marhamat. Men Salomat Hashim muallim ekran orqasidan salom yetkazayotganmiz. Assalomu alaykum ekran oldidagi barliq ko'rurmanlar. Hammanglarga mendan o'tliq salom. Farida muallim salomingizni saqlayın. Assalamu alaykum ekran oldidagi barliq ko'rurmanlar. Men Faridadan va Germaniya Uyg'ur madaniyat ma'rif birligidan va uning tarmog'idagi Uyg'uriya maktabidagi barliq o'quvchilardan hammanglarga salom. O'quvchimiz Zunnurayni ekranda marhamat qilamiz. Assalamu alaykum ekran oldidagi ko'rurmanlar. Hammanglarga o'tliq salom. Xush keldingiz. O'quvchilarimizdan ana til haqidagi savollarni so'raymiz inshaalloh bu programmamizda va qimmatli tajribalar bilan o'rtoqlashamiz. Farida muallim sizdan so'rab qolsam, burun ana til o'qituvchisi yoki til adabiyot o'qituvchisi ko'p vaqtdasiz. Bu haqidagi tajribalaringizdan biroz o'qitib berasiz. Rahmat Abida. Men vatanimizdagi hozirgi poytaxti Urumchi tug'ilgan. Keyin men universitetda tunji qaror axborot kasbini bitirib 89-yili atalmış Şinjan Üniversitesi Edebiyat Fakültesi o çağda axborot bir kasbdi.
kafedrada, şu kafedrada 89 yılı 7. ayda oquşup bitirip 8. ayının 1-dən başlap oqutquchilikqa aşağı tayinlendim. 89 yıldan ben 97 yılı 6. ayının ahırıgacha şu yerdə lektor bolup işledim. U yerdə biz əlbəttə ali məktəb bolğandan ana tilimizdə bevosita savat chiqarishni o'tmaymiz albatta. Faqat o'zimizning kasbiy darsini o'tgan. Ondan keyin men Yevropaga kelgandan keyin, bo'lib Germaniyaga kelgandan keyin 2000 yılı bir qatim, ondan keyin 2004-2005 yillari Mishadagi shu bir qancha yosh onalar bilan birlashib kichik ona til kurslarini ochdik, ammo afsus sharoitimizningki nacharligi, o'qituvchi manbasining kamligi sababidan u kurslar davomlashib ketilmadi. Men faqatla ana tilni bundan 4 yil burun, ya'ni 2018 yili anadagi rasmiy mushu Uyg'uriya maktabini qurib, mush maktab Salomat muallim bilan Nurgul muallim ikkisi qurgan Germaniyada. Shuningdan men shunga ishtirok qilib, shu maktabda endi rasmiy ana tili o'tishga boshladim. Salomat muallim, bu sizin sözünüzse, sonrasında tecrübeler arasında bir paylaşım olabilir. Men özüm vatanımız Şarkı Türkistan'dan Xotan Keriyadım. Men özüm o'qituvchi bo'lib bakmagan. O'qituvchilik tecrübem yo'q. Maxsus pedagogika bo'yicha ham tarbiyalanmagan. Ama özüm o'qituvchi ailesidan kelib chiqqan. O'qituvchi ailesida o'sib yetildim. Dadam, apam her ikkilisi o'qituvchilik qiladi. Men özüm 86 yılı Şinjan Üniversitetining Adabiyot fakultetiga qabul qilinib, shu yerda 5 yil o'qigandan keyin bakalavrlik unvoni bilan maktabni bitirdik. Ondan keyin men Örümchida, Tangridog jurnallarida, oxirida Örümchi shaharlik ayollar birlashmasining gazetlarida, haq huquq manfaat ishg'ollarida ishlab keldim. Shu ishg'ollarda ishlash jarayonida biz Örümchidagi har qaysi ish boshqarmalari tabaligidagi onalarni yig'ib, masalan, shu yesliga qarashliq deymiz, boshlang'ich maktabga qarashliq deymiz, o'qituvchilar bo'lsin, ota-onalar bo'lsin, xalqlarni yig'ib, nurg'un qitim shu yerda shu ona tilimizning muhimligi haqida, bolalarni tarbiyalash haqida, oilani qanday tutish haqida nurg'un biz suhbatlarni elib borgan. Shu suhbatlarga o'zim bevosita ishtirok qilgan. O'zimningki o'qituvchilik tajribam yo'q, ammo o'qituvchilikni bak yaxshi ko'raman. Ham o'qituvchilarga bo'lgan hurmatim cheksiz. Shu sababdan men Germaniyaga 2007-yili keldim. 2007-yili kelib Allah'ın iltifati bilan müşahede 2 farzandlik bo'ldim. Farzandlarimni birinchi bo'lib shu ona tilda tarbiyalashni o'zimga bir vazifa qilib turib, bu o'zimning ham mas'uliyati, ham majburiyati, millatga bo'lgan mas'uliyatimizni ado qilish deb o'ylab, bunga men o'zim bek kuchidim. Keyin bolalarimni cho'ng qildim. Andan keyin o'zimizning azroq vaqti bor ekan, Bayon Farida muallim degandek Germaniyada bir qancha qitim qurilgan bu ana til maktablari. Ammo shu sharoitning chekligi, o'qituvchi manbasining kamligi sababli, nurg'un qiyinchiliklar sababli davomlashtirib ketilmagan. Keyin biz Nurgul Ro'zi muallim bilan maslahatlashib, shu Sharq Turkiston Yevropa birligininki qarmog'i ostida 2018-yili 1-oyda shu ana til kursini açtık. Bu vaqtida ota-onalarninki qo'llab quvvatlashi bilan nurg'un bolalarimiz qatnashdi. Sinf masalamiz nihoyatda og'ir qiyinchilikqa uchirdi. Sinfimiz yo'q, biz shu dernek ishg'ollarda, kichik bir ishg'ollarda o'tdik. Bu vaqtlarda bolalar yetishmay, shu vaqtim shunchalik bir hayajonlangan endi. Men o'qituvchilik kasbini o'zim yaxshi ko'rgan bo'lg'achqa, o'zim ichimdan keladi bu kasbni qilish. Ama tecrübem yok.
asta bir-birimizden öğrenip toluqlap ketimiz dep oylayman. Rahmet. Chet eldeki ana tili o'qituvchilari hammaylandagidek fidoyi bo'lib xizmat qilyapmiz. Ilgari vatanda ana tili o'qituvchisi bo'lib boqqan yoki maxsus pedagogika ilmi o'qib boqqan emas ko'pinchiligimiz, ammo ana tilimizni qo'g'dash yo'lida qo'limizdan kelganicha tirishchiliklarimizni ko'rsatib kelyapmiz. Rahmat sizlarga. Sizlarga shukr so'rayman. Texnik rahmat. Suyunli qo'shimiz So'nduray. Bilishimcha siz Uyg'urya ana tili maktabining o'quvchisi bo'laymi? Sizdan so'rab baqsam, siz chet elda tug'ilganmi yoki vatanda tug'ilganmi? Men Germaniyada tug'ilgan. Münihga yaqin bir shaharda tug'ilgan. Shu shaharda cho'ng bo'ldim. Uyg'ur tilini qachondan boshlab o'rganishga boshladingiz? Qayerda o'rganishga boshladingiz? Uyg'ur tilini asosli shu men tug'ilgan peti uyda Uyg'urcha gapiramiz. Uyg'ur tilini ota-onamdan orqali o'rgangan. Biz ota-onamdan har doim uyda Uyg'urcha paranglashimiz. Shu ota-onam o'rgangan desam bo'ladi. Unda sizdan so'rab baqsam, hozir Uyg'ur tilini qaysi saviyada bilasiz? Uyg'ur tili saviyangizni bir tushuntirib berasiz? Mening Uyg'ur til saviyasim nihoyat yaxshi deb o'ylayman. Shu. Maqola yozish yoki qaysi bosqichlarda, masalan, o'zingizniki ana til saviyangiz haqida bir ma'lumot berasiz? O'zim masalan shu ana til maktabininki Farida ma'lim orqali shu yozishni, o'qishni o'rgandim. Tilimni uydan chiqardim. Yozishimni, kitob o'qishni Uyg'ur maktabi orqali chiqardim desam bo'ladi. Hozir masalan bir kitobni o'qiy olmayman Uyg'urcha yoziqda. Ravan paranglasha olmayman, tushunaman. Shunday. Rahmat, sağ olun. Hozirgi gaplaringizni anglaganda men shuni eshitdim. Uyg'urcha intonatsiyalaringizmi intayin yaxshi ekan. Chet elda tug'ilgan bolalarniki ko'pinchilari asosan Uyg'urcha gap qilolmaydi, qila olsinmi? Mayli kamtik bir holatda qiladi, buni hammaydan bilamiz. Sizdan yana so'rab baqsam sog'lom, so'rag'im kelyapti. Sizning ana til o'rganishingizga sabab bo'lgan alohida bir sabab bormi yoki ota-onangizning maslahati bilan yoki ota-onangizniki o'qitishni boshlash bilan o'rgandingizmi? Shu haqida bir o'zingizni qarashingizni bersangiz. Agar men vatanda tug'ilgan bo'lsam, ana tilimdan, yoziqimdan va butun urf-odatlarimizdan bahramand bo'lardim. Men chet elda tug'ilganligim uchun kelgusimizdagi avlodlarimizni yaxshi yetishtirib, o'z Uyg'ur naslimizni yo'qotmasligimiz uchun biz ularga ulgu bo'lishimiz kerak. Ota-onam bizga har doim deydigan bir gapi bor. Til demak bir millat demak balam. Bu tilni o'rganmasangiz, bilmasangiz, bizning Uyg'ur millatimiz yo'qolib ketadi deydi. Men tilimni ibam degandek uydan chiqardim. Yoziqimni Uyg'ur maktabidan chiqardim. Biz maktabga o'zimiz qiziqib bordik. Hozirgacha shunday beryapmiz. Kichik ukam bor edi. Chunki biz uyda har doim Uyg'ur tilida paranglashganligimiz uchun ham butun Uyg'ur maktabidagi muallimlar bizga o'z bolasiga ko'ngil bo'lgandek, bizga yaxshi ko'ngil bo'lib, iliq muomala bilan bizga dars o'tadi. Shu. Uzunlar sanamiz bizi chet elda tug'ilgan bo'lsin, Uyg'ur tilini nihoyat yaxshi o'rganibdim. Uyg'ur tili saviyasimi nihoyat yaxshi ekan. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, vatanda tug'ilgan bolalar yoki Uyg'urlar ko'p o'ltiraqlashgan davlatlarda tug'ilgan bolalar, masalan Turkiyada tug'ilgan bolalar qaragan chog'da Yevropa tarafda tug'ilgan bolalarninki ana tili saviyasini yuqori ko'tarish ularninki ana til savodini chiqarish haqiqatan oson emas. Bu qiyin. Buni ana til o'qituvchilarimi va ota-onalarmi
his kelyapdyr. Biz davamlı turduğan ya bu qiyinchilikni his qilib turgan bir masala qatoridan müşakkile sünnü ustazlarının bir göz karşısına anlatıp bakkan bolsak Farida malum. Hem bu ana til meselesi hakikaten chet eldeki Uyg'urlarninki mevcut buluş, bulmasligi bilan münasebetlik bir mesele. Eğer biz yuqorida Zulnuray degandek ana tilimizni saqlab qolmasak, til yo'qoldi degan gap, millat yo'qoldi degan gap. Ama endi bu ana tilni biz chet elde tug'ilgan bolalar bo'lsin yoki bo'lmasa vatanda tug'ilib kichik vatandan chiqib ketganlar bo'lsin, bularga ayda yilda bir qatim ana tilni bilishingiz kerak, ana tilni o'rganish shart desak, bu bolalarga hech nima singmaydi. Biz shu ana til maktablarini ichish jarayonida shuni his qildik. Faqat oson emas. Haqiqatan bir o'qituvchilik sharaflik deymiz, jafoliq. Aviatdan Salomat muallim deb o'tib ketdi. Sharaflik bo'lganligi uchun bizga hech qanday qiyinchilik bilinmadi. Endi biz maktab boshlaganda, masalan, shu Zulnuraydek uyda Uyg'urcha so'zlagan bolalarimiz nihoyatda yo'q deyarlikdi. Ko'pinchalarning uyda har xil tillarda ota-onalar qaysi tilda o'rgangan bo'lsa, qaysi tilda gap qilgan bo'lsa, bolalar shu til bilan maktabga keladi. Shunga biz har bir dars o'tgan vaqtida nihoyatda qiynalgan. Masalan, bir misol keltirsam, Uyg'urcha to'nglatqu deymiz. Sog'liq saqlaydiganni. Shuni so'rdim men. Mushuni nima deysizlar desam, birsilari xaladelik dedi. Birsilari muzdolab dedi. Birsilari Germaniyan patisi. Bular kül şrank dedi. Degandikin men muştaq o'yladim. Demak, uyda qaysi apisining og'zi qolay kelsa, shuni ishlatganlik uchun bolalar o'shining ismini shunda bilib olgan. Undan boshqa injiq misollar bor turmushda. Shuning bilan buni shu har hafta maktabda bu degan to'nglatqu deb turib uyga avazsak, uyga berib kelar hapsi yana o'zining o'rgangan tili bilan yilib keldi. Endi biz faqat bir millatni kelgusini ko'z oldimizga kelganda bu qiyinchiliklardan yana yengib o'tib ketadiganimizga ishondik, jiq tirishdik, bolalarga kuchimizning yetishi, ba'zimiz pedagogik o'qidik, ba'zimiz o'qimagan shu o'qituvchilar bilan jiq maslahatlashib, o'zaro tajriba almashtirib, chet eldagi boshqa ana til maktabining o'qituvchilari bilan tajriba almashtirib, telefonlashib degandek shuning bilan ibodat. Endi bu ota-onalarda ko'pincha ota-onalar bizning aytdi qo'lida bo'libmi Germaniya jamoati, Germaniyadagi ota-onalar bizni qo'llab har qanday vaqtda, mayli qish deyli, yoz deyli, bo'ron chaqin bo'lsin, bolalarni avatib berdi. U bolalarni biz har vaqt qanday nomerlarga chiqaramiz desak, shunga moslashtirib berdi. Shunlar bizning ro'yimiz texmi ishib bu narsani epmoqdi. Endi Uyg'ur masalasi endi tilga sal qaraydigan masala emasga. Masalan, biz o'zimiz birinchi avlod chet elga chiqdik. Biz ana tilda so'zlashmasak, bizning bolalarimiz boshqa tilda so'zlashgandan keyin tafakkurni shu til bilan bo'ldiki. Tafakkur shu til bilan bo'lgandan keyin asta-asta yo'qolib ketarkan. Shu biz uchun bu bir xatarlik bir bosqich. Shunga bir balni o'sim tutib olib, bir balning shu qalbiga kirib turib, biz nihoyatda yumshoq usullar bilan shu bolalarimizni o'zimizning ana tili bilan tarbiyalashga tirishib keldik. Rahmat Farida muallim. Tecrübelerimizi ortaklaştırdığınız için rahmet ediniz. Salomat muallim, bu haftaki göz karışlarımızı anlatıp kalırsak. Bo'ladi. Ana til muhitidan ayrılıp yaşagan balalarga nisbatan ana til o'rgatish haqiqatan osonga to'xtamaydi-ki. Buning uchun biz oldi bilan ishni oyildan boshladik desak bo'ladi. Masalan, avval vaqtida birinchi bo'lib ota-onalarga qo'ygan talabimiz mumkin qadar uyda Uyg'ur tilida so'zlashishni talab qildik. Andan keyin nurg'unlagan ota-onalarimiz bizning bu talablarimizni qo'llab, bizga yaqindan moslashdi. Ham buning unumi nihoyat yaxshi bo'ldi. Voy Farida muallim degandek, nurg'un bolalarimizningki tili ba'zi bolalarimiz va O'rta Osiyodan kelgan, ba'zi bolalarimizningki oilasida ba'zi atalg'ularni boshqa tildan qabul qilgan bo'lgani uchun shu atalg'uda ataydi. At desa hamda Bay Farida muallim deb o'tib ketdi, bir to'nglatquning
misalını. Yeni bundaq misallar naiti köp. Mesela ben balalarga ilqi öydeki gündelik turmuşumuzda işletilgan sözlerden nimalarni yaxshi ko'rsizlar, yeydigan narsalarning ichida nimani yaxshi ko'rsizlar desam, bir o'quvchimiz qopib javzi dedi. Javzi degan nima desam, javzi degan javzi deydi. Shuni kulishmak bo'ldi. Sizlar nima deysizlar buni deb boshqalardan so'rasam, birisi deydi, panshir deymiz deydi. Shuning bilan nurg'un bolalar buniki tugura deb atilganini bilmaydi ekan. Demak, buni oilda ishlatmaydi degan gap. Oilda ishlatmagandan keyin bolalar qaysi tilga ko'ngan bo'lsa, shu tilni deydi ekan. Shuningga men bolalarga esonlardan mangu chiqmasin, bizning bu tomoqlarimizning o'ziga xos bir ismi bor. Buning ismini tugura deymiz, cho'chura bor, ugri bor. Hammasi moslashgan shunchalik mezilik taomlarimizning ismlari. Şoň bularni unutib qalmanglar deb bu jarayonda xizmat qildik. Andan keyin ana tilni kundelik turmushimizga akirish uchun balalarning so'z boyligini ko'paytirishga to'g'ri keldi ekan. Balalarning so'z boyligini ko'paytirish uchun biz Uyg'uriya maktabidan nurg'unlagan rasmlik materiallarni balalar uchun rangli kopiyalab haqsiz tarqatdik. Hatto endi ba'zida sharoiti yer bergan ota-onalar buningdan nəhayət təsirlənib biz köpəytib besib çıxırıb berəylik deb bizə tən həmkarlaşdı. Bu ata-analarga köpdən köp rəhmət. Balalar resimni görgəndən keyin təbii halda onun nimaligini tanıydigan gapga. Anandan keyin bu bundaq nəskan qo deb istik əsli saqlab alalaydı ki. Həm asan özləşdirib aldı ki. Yana balalar hər bir narsani ko'rgan vaqtida resimni ko'rsatib turib, buning nimaligini balalarga so'zlatkizishni bekrak targ'ib qilib, balalar o'zi so'zlasa, uning esida shunday ishtib qoladi ekan. Andan keyin yana birga biz Uyg'uriya maktabida oldi bilan ism qo'yishdan boshladik. O'zimizning sinflarning ismini aytib o'zgacha bu ismlarninki ma'nosini tushuntirdik bolalarga. Ma'nosini tushuntirgandan sirt biz hammamiz o'zimizning sinfining ahvoliga qarab dars planlarini tuzdik. Muqim bir mandaq tuzum deydigan tuzumning ostida o'tmadik darslarni, nayt erkin sinfning ahvoliga qarab, bolalarning saviyasiga qarab ashundaq o'tdik endi. Shu jarayonda buning nayt unumi yaxshi bo'ldi. Andan keyin ota-onalarninki bizga bergan bahosimi shunchalik yaxshi bo'ldi. Buning bilan biz ko'rinarlik unum hosil qilgan bo'ldik. Bolalarga yana izchil hikoya va latifa yumorlarni aytib o'qib berish orqali bolalarninki esda saqlash qobiliyatini oshirdik. Yana kelib tarjimani qo'shib o'rgatdik bolalarga. Chunki bir narsani bildirish uchun bolalar qayerda yashagan bo'lsa, shuning tili bilan tushunadi ekan. Andan keyin biz bolalarga bir narsalarning ismini bilishda ham tushuntirishda atalg'ularni asosan tarjimani qo'llandik. Buni german tilida mandaq deymiz, Uyg'urcha mandaq bo'ladi deyish orqali bolalarninki o'zlashtirishini yuqori ko'tardik. Ham bolalarninki quliqiga Uyg'ur tili singib asta-asta yerlashgandan keyin o'zligidan bu so'z boyligi ko'paydigan gapga bolalarninki. Mayli cho'ng bolalar bo'lsin, mayli kichik bolalar bo'lsin, hammasiga biz mushu usulni qo'llandik. Rahmat so'radim. Yani shunday bir so'rab boqqim keladi. Masalan, chet elda nurg'un bolalarimiz bor, ularning ishi savodchi qilish ishidan ishib ketgan. Bu bolalarga nisbatan sizlar maktablarda qanday chora tadbirlarni qo'llash orqali ularninki savodini chiqarganlar mushaqqirindir. Sizlarninki tajribalarni bir o'tkazgan bo'lsanglar, anglab boqqan bo'lsak. Hamda bu meselede mesela mening sinfim şu onun aldığı yeni bir Zübeyde Malim var. Bizim mektepten ait avantgard o'qituvchisidan birisi.
Zübeyde muallimning şu hatta Salamet muallimning sınıfımı yaş bo'yicha başta bölüp baktık. Qarasak bolalarning saviyasi bek egizbaz. Ba'zan bolalar siz degandek endi biz vatanning saviyasida masalan 8 yosh, 9 yoshlar bular savat chiqarib bo'lish kerak. Endi u saviyani, u talabni bu bolalarga biz qo'ya olmaymiz. Shuning bilan masalan mening sinfimda shu 10 yosh, hatto 10 o shu chog'larda 4 yildan oldida 14 yoshdan ishib ketgan bolalar bordi. Bu bolalarga men o'zim rasmiy ilibba tartibi boshlang'ich maktabda o'tgan A, B deb mundaq qoldirmay o'tmay, men so'zlarning bir turkumga qo'shib, masalan, o'xshaydigan so'zlar, masalan, P, N degandek so'zlarimiz bor, o T degandek ashunga o'xshash, faqat chekitlari birisining ustida, birisining ostida degan shularni bir guruh qilib, mana bir oila. Xuddi bir oilada 4 bola bo'lsa, mushu 4 bola mushular. Asas qurilmasi o'xshaydi, faqatlam chekitning asti usti bo'lishi yoki bo'lmasa chekitningki 1 tal, 2 tal yoki 3 tal bo'lishi bilan bular farqli deb turib, andaq o'tdim, biroz tez o'tdim. O'tgandan keyin bu bolalar uni tez qabul qila oldi, chunki bularning yeshi biroz cho'ng bo'lgandan keyin ashundaq guruhlarga bo'lib turib o'tdim-da. O'tib andan keyin topshiriq bergan vaqtidami men bolalarga ashundaq narsalarni ko'paytib taqitib, mushning ichidagi neni tepang masalan, B'ni tepang, T'ni tepang, P'ni tepang deb turib ashtaq qildim. Andan chiqaraq shu so'zlarga mos keladigan bolalarning tilini chiqarish uchun aslida chiq misol deb yiqinglar, masalan, P deganga qandaq misollar bor, sim bo'lsin bo'ladi, nim bo'lsin bo'ladi desam, bolalar har xillar yozadi, men o'ylamgan narsani ashta dedi. Shuninglar men nihoyat qisqa vaqt ichida bu bolalarniki savodini asosan chiqarib bo'ldim. 32 harfni shundaq tez o'tib bo'ldim. Meniki tajribam shu. Andan keyin salomat degandek, masalan, konkret narsalar bor. Maudaska, av o'rindiq deb tushundira olamiz, ko'rsatalaymiz. Masalan, bizim ko'ktatlarimiz var, gül çiçeklerimiz var. Ularning hammasini ko'paytib akirib, esib ko'rsatalaymiz. Abstrakt narsalar bor. Buni ko'rsatib bo'lmaydi. Masalan, hissiyot deganlarni tutib ko'rsatmaymiz. Shuning uchun buni biz german tildagi, masalan, uyg'urchada hissiyotni german tilda mundaq deymiz degandan keyin ha, bo'ldi bildik deydi. Ammo yezdilar ketim mushuni ishlatgan yerda mundaq ishlatsizlar. Dedik, undan boshqa nihoyat qiziq bo'lgan bir ishni deb beray. Bizda nima ma'nodosh so'zlar bor. Masalan, ayol, xotin, xonim degandek. Bularniki hammasiniki ma'nosi bir. Ammo shakli o'xshamaydi. Biz qayerda qanday ishlatishni Uyg'ur tiliga pishiqlab bilamiz. Endi ma bolalar hammasiniki bir ayol kishini, masalan, jinsiy jihatdan ayol tarafni ko'rsatadiganini bilgachga, men bir kuni nozgulni o'tdim. Nozgulni o'tib, bolalarga topshiriq berdim, o'tmay turib, sizlar uyinglarda tepinglar, nozgul kimga, qayerda tug'ilibdi, nima ishlarni qilibdi, qachongacha yashayapti deb o'chaqlarda to'rda dars o'tatdik. Sinfimda nihoyat aqlli jinovar bir o'quvchim bor. Shunga muallim men javob beray dedi. Ha, desam, u nozgul degan xotin dedi. Demak, u bola uni ayolligini biladi, u yer xonimligini biladi, lekin xotin degan gapni ayollarni ifodalaydiganini bildi. Gapni ayerda ishlash bo'lmaydiganini bilmaydi-da. Shuning o'zim kulib ketib, bolam ammo mazmunni shunday yaxshi deb berdi. Shuning bilan dedim, yaxshi javob berding, ammo u xotin degan gapni biz mundaq yerlarda ishlatamiz. Bu yerda u apash, u bizning qahramon onamiz deb turib olsa dedim. Keyin andan keyin bu bolaning opasini aytdi mas'uliyatchan. Opasi so'rabdi, "Muallimang nima dars o'tdi?" desa, "Apa" debdi. "Ha" desa, "Nozgulni xotin desak bo'lmaydi-ku" debdi. Demak, shunday yerlarda, inchik yerlarda bolalarni, demak, "Man deymiz, am demaymiz" deb turib, shularni men qildim. Rahmat, muallim. Salomat muallim, sizning ko'z qarashingizni bir anglab boqqan bo'lsak, qanday bir qiyinchiliklarga duch keldingiz, bundan qarta qanday chora-tadbirlar bo'ldingiz? O'rtoqlashib bergan bo'lsangiz. Bo'ldi. Men o'zimning sinfimdagi bolalarga, mening sinfimdagi bolalar boshda cho'ng sinfniki, cho'ng yoshdagi bolalarni Farida muallim tutadi. Onundan tövəndəki balalarını Zübeydə müəllim tutatdı. Mən o'tirliqdagi savad chiqarish sinfida muallimlik qildim.
Men ballarımga başta bergen vaqtimda hem de başta hemmimizning beshidan o'tdi izlab yezish, masalan, eliflarni, harflarni. Qayta yezish. Buningdan sırt men o'zim jadval tuzib, kunda 5 so'z, bir jumla. Masalan, bir haftaga 5 kunga 5 so'zdan, bir jumladan yezib, buni jadval tuzdim o'zim. Jadval tuzib, balalarga mushuni topshiriq berdim. Oilanglarda mushuni bir yerga chaplab qo'yamsizlar, yoki bo'lmasa doim ko'rdigan yerda qo'yib ustilinglarda o'rganinglar deb. Masalan, 5 so'z deganda dushanba. Dushanba bo'lsa, bu 5 so'zning ichida oilada, turmushda ishlatiladigan so'zlarni berdim boshda. Masalan, ustal dedik, o'rindiq dedik, gilam dedik, soat dedik deganga o'xshash shunaqa jumla. Astidagi jumlaga kelgan vaqtida men shu vatanparvarlik nuqtasini tutib turib, masalan, mening vatanim Sharqi Turkiston, bayrog'im ay yulduzli ko'k bayroq, millatim Uyg'ur deganga o'xshash mushundaq jumlalarni berdim. Bu orqali balalarninki mushu vatanga bo'lgan engini o'stirgil bo'ldi ekan. Chunki bu chet ellarda yot muhit, yot bir til, yot bir madaniyatning ta'sirida balalar bularni Uyg'urlikning ro'yini, vatanning nimaligini to'liq his qilib bo'lmaydi. Asta mushundaq jumla sinflarda dars o'tish orqali, masalan, bir so'zni tushuntirish orqali shu so'zning ma'nosi bilan yaqin keladigan so'zlarni tutashtirib turib, balalarning tafakkurini ichishga bakrak ko'ngil bildik. Anandan sirt shu urf odatni tang ilib mangdiq. Mana qilsak bo'lmaydi. Cho'nglarning oldidan to'g'ri o'tsak bo'lmaydi. Cho'nglarga gap yondirsak bo'lmaydi. O'qituvchini hurmatlash kerak, cho'nglarni hurmatlash kerak, bir-biringlarga mehribon bo'lishinglar kerak degandek, shu urf odat tarbiyalarini bizning almisaqdan tatib ota-bobolarimiz mandaq qilib kelgan. Oilada biz ma'noga diqqat qilishimiz kerak deganiga, bolalar uyda ota-onalar shuni degan holatdimi, ota-onaning gapiga qaraganda o'qituvchining gapini bakrak esda saqlaydi ekan. Voy o'qituvchi mundaq degandi, voy mundaq qilinglar degandi deb, o jarayondami bolalar o'zlari tarbiyalab ketalaydi ekan. Bu shunday qilish biz oilada asosan bolalarni Uyg'urcha gap qilishga, ota-onasiga. Nurg'un bolalar oilada qaysi tilga ko'ngan bo'lsa, shu tilda gap qildim. Biz mushu jihatda ota-onalar bilan izchil fikrlashib, tajriba almashtirib, bir-birimiz bilan o'rtaq bir nuqtani ta'riflab turib, tang kuch chiqardik. Bu jarayonda biz belgilik unumga erishdik. Shu haftada men har qitimliq darsimda bir hikoya borligi bor, yoki yumor bor, yoki hikoya bor, yoki bo'lmasa bir maqol tamsil. Shu maqol tamsilning bolalarninki tafakkurini, tasavvurini kengaytirishga shunchalik foydasi bor ekan. Masalan, men o'tgan qitimliq darsimda biz doim deb kelayotgan ish umlikda, kuch birlikda bilan yolg'iz otning chini chiqmas, chini chiqsimi dengi chiqmas degan mushu ikki maqol tamsilning ma'nosida qanday o'xshashlik bor. Chang deganimi, dengi deganimi masalan. Uni yana tarjima qilib turib tushuntirsak, bolalar shunchalik aniq tushunishlik bo'ldi-ki. Umlik degan nima masalan? Birlik degan nima degandek shularni tushuntirib o'tdim men. Shu jarayonda his qilganim bolalarning esida hikoyalar, yumorlar, shunday maqol tamsillar bek istiqoladi ekan. Bo'libmi uni naydi keng mazmunliq qilib tushuntirganda bolalar istik o'zlashtirib oladi. Biz shu usullarni qo'lladik. Rahmat, Salomat muallim. Qimmat tajribalarimiz bilan o'rtoqlashganlar uchun ko'p rahmat. Yuqorida muallimlarniki so'zni anglagandan keyin men shunday his qilyapman. Ana til o'rgatishda oila, maktab, jamiyat o'rtasidagi bir hamkorlik munosabati bir muhim rol o'ynaydi ekan, shundaqmi? Albatta. Ashta qoldi.
Bunun da ana tili öğretişten balağa aile ve ata-ananın ait bir mühim ve başlamçılık rol oynayırken. Mesela o'quvchimiz Zunuray Uyg'ur Yametining Germaniya Uyg'ur Yametining o'quvchisi Uyg'ur tilini nihoyatda ravon yaxshi so'zlaydi ekan, yaxshi o'rganibdi. Qizimizningki ota-onasimi nihoyatda bir oilada boshlanchilik rolini o'ynab, buningda yaxshi o'rganishiga nihoyatda bir kuch chiqarib hamda shunday bir saviyaga kelishiga sabab bo'ldi. Shu munosabat bilan ustozlardan, muallimlardan shunday bir so'rab bakım kelyapti. Agar ota-onalarga shu haqida bir so'zinglar bo'lsa, ota-onalardan kutadigan umidlaringlar bo'lsa, yoki shu ona til o'rgatish nuqtasidan ularga deydigan bir yurak so'zlaringlar bo'lsa, uni bir o'rtoqlashgan bo'lsanglar, salomat muallim, marhamat. Ata-onalar bilan hamda biz bayam deb so'zlab o'tdik. Asosan yaqindan moslashib berdi nurg'un ata-onalar. Bu ata-onalarning bizga moslashishi qandaydir o'ziga bir vazifa emas. Mushu vatan millat uchun qo'shgan bir tuhfa deb qarab, balaga til o'rgatishni shundoq bilinglar dedik. Nurg'un ata-onalarimiz va hozir qadar his qilib yetamidi. Turmush halakchiligi bilan balalarga toza ko'ngil bo'lib ketamidi Uyg'ur tili o'rgatishga. Voy balam yaxshi yashasila bo'ldi deydigan ishlar. Bala yaxshi yashash uchun o'zining ona tilini bilish kerak. Bizning qinimizda oqqani Uyg'urning qini. Biz mayli vatandoshlikni olgan bo'laylik bu yerlarda, mayli olmagan bo'laylik, biz baribir Uyg'ur. Shunda bo'lgan ekan, biz Uyg'urligimizni avlodma-avlod davomlashtirish, tilimizni, ya'ni ajdodlarimizning izidan mingish, ajdodlarimizga varislik qilish uchun shu izchil turda biz Uyg'ur tilini o'rganishga tashabbus qilib kelyapmiz. Bu jarayonda bayam deganimdek nurg'un ota-onalar yaqindan moslashib, yiroqni ko'rarlik bilan bolalarni bizga davomli bir qaytarma qoldirmay avatgan ota-onalar bor. Hamda ma'lum sabablar bilan kelolmaganlar, uning yo'li boshqa. Lekin shu o'zligimizni, kimligimizni saqlash uchun bizning ona tilimiz bek muhim. Hamda bu o'qituvchilik kasbi nihoyatda sharafli bir ulug' kasb. O'qituvchimi deydi, muallimi deydi, ustozmi deydi. Bu sharafli nomga loyiq bo'lish uchun hammamiz shunchalik tirishchilik ko'rsatyapmiz. Men nerede o'qiganim esimda yo'q. Bir materialda o'qiganimda shu Nobel mukofotiga erishgan olim, yozuvchilar 87-yillar bo'lsa kerak, esimda qolishcha. Shu vaqtida Fransiya Parijga to'planadi ekan. U yerda muxbirlarni kutib olish yig'ini bo'ldi ekan. Shu yerda bir muxbir Nobel mukofotiga erishgan bir olimdan so'raydi ekan. Siz bu hayotingizda erishgan bu tadqiqot natijalarini qaysi universitetda, qaysi tajribaxonalarda egallagansiz deydi ekan. Degan ekan bu olim Yeslida deb javob berdi ekan. Yeslida degan ekan, bu muxbir hayron qoldi ekan. Atrofdagilarni kulishib ketdi ekanda, ammo shu Nobel mukofotiga erishgan barliq olim yozuvchilarning hammasi bu fikrni qo'llaydi ekan. Oxirida bu nima sababdan siz shunchalik muhim bo'lgan bilimga qandoq bo'lib bu Yeslida erishdingiz degan ekan, bu olim deydiki, men birinchi bo'lib Yeslida beg'ishlashni o'rgandim deydi ekan. Chunki o'zimda bor narsani do'stlarim bilan tang bahramand bo'lishni, o'zimda borni boshqalarga berishni o'rgandim. Yana birisi kang qo'soqlikni o'rgandim. Masalan, talashmaslikni. Mening ketdi deb o'zimning qilib olmaslikni o'rgandim. Meningdagi bu beg'ishlash ro'yi shuningdan kelgan. Mening bu barliq natijalarimning asosi shu kichigimda olgan yasli tarbiyasidan kelgan deb
Şundaq cavab berdi ki. Men bunu o'qigandan keyin o'zim shundaq ta'sirlandim. Demisimi biz kichigimizdan tortib oila tarbiyasida olgan tarbiya nayt muhim bo'ladi ekan. Maktabda ilib olgan tarbiyalar. Biz mushu balalarninki bag'vanlari bo'lish sifatimiz bilan balalarga beralaydigan bilimidan bakrak balalarning nayt sog'lom bo'lgan bir axloqiy fazilat, xarakter yetildirishi, ya'ni kang qo'saq, mehribon bo'lishi, odamiylikni bakrak tashabbus qilsak bo'ladi. Hamda bilimni balalar qandaqla bo'lmasin, mayli maktablardan bo'lsin, kutubxonalarda bo'lsin, kitob o'qish jarayonida to'liqlab oldi. Ammo bu odamiylikka nisbatan to'ldirib olg'isiz bir o'rin, bo'shliq bor endi. Biz shuni ham asos qildik, ham balalarga ko'proq bu jihatda o'zimiz qanchalik bilsak, ko'nglimizda nima bo'lsa, balalar bilan tang bahramon bo'lib etdik. Biz endi bizlar o'qituvchi emas maktabda. Bizlar ustoz emas. Balalarmi bizga ustoz. Biz ham balalardan o'rgandik, balalar ham bizdan o'rgandi. Mushu jarayonda balalar muallim deydi ba'zilari. O'qituvchi deb ataydi. Masalan, salomat muallim deganda shunchalik ichim bir xil illiq sizimga to'ludamdi. Ba'zida men muallimga haqiqatan loyiqmanmi deb ketaman. Endi mushu ota-onalarninki ham do'stlarning ilhom medatlari, muvofiq bo'lgan taklif fikrlari orqali biz mushu nomga loyiq bo'lish uchun tirishyapmiz, ham davomli tirishimiz. His qildik. Rahmat. Farida muallim, sizdan ham so'rab baqsam, ona til o'qituvchisi bo'lishingizdan bilan ota-onalardan qanday umidlaringiz bor, kutadigan va ularga qilgan qanday tavsiyalaringiz bor? Rahmat ukam. Endi men hozir siz ona til o'qituvchisi bo'lish sifatingiz bilan degandan shu ona til degan gapni anglab aqıdan o'qituvchi degan gap men uchun shundaq bir faxrlanarlik bir gap. Ammo vatanda o'qituvchilik qilib bu nayt normal bilinibdiki, shu ism qilishicha mening shu vatan sirtiga chiqqandan keyin bir 4-5 yildan keyin cho'ng o'g'lim boshlang'ich maktabda o'qiydigan vaqtda vatanda men sinf mas'ul bo'lgan universitetda bir o'quvchim ishaga tuqqan yo'qlash bilan kelib qoldi. Kelib uyga mehmon bo'lib keldi, o qiz bilan paranglashdim. O qiz ketgandan keyin shu cho'ng o'g'lim yurib yenimga keldi. Apa deydi, ha desam, seni bu hadash muallim dedi, ha? Seni muallim dedi, ha deb yiliq bolamning ko'zidan shunchalik bir faxrlangan, shunchalik bir hayajonli ko'rinishni ko'rib, voy tova men muallimdim ha dedim. Yiliqi shu chaqda men vatandan ayrilganning naqadar azob chekkanligini yuragim pichoq sanchigandek shunday bo'lgan. Arzuyimmi, hatto ba'zida tush ko'rsammi, o'zimni shu vatandagi munbarda darsni yana qayta o'tib, boshqa tush ko'ratdim. Shu tushni ko'rgan kunim atsi shundoq bir tarafdan qo'shilatdim, bir tarafdan ko'zimga yosh kelib bir kun shundoq bearam bo'latdim. Shu munbarlarim qapti, ha, shu o'quvchilar hozir bo'lsa, men mundaq dars o'tgan bo'lsam, mundaq narsalarni o'rgatgan bo'lsam, mustaqil bo'lishni, ashlarning o'zining puti bilan dasashni o'rgangan bo'lsam, ota-onalarga taynib olmanglar degan bo'lsam, mushu chet eldagi bolalarning o'rganish sharoitlarini ashlarga deb bergan bo'lsam deb, shu orzular bilan turatdim. O ta'limga maktab ichilib qoldi. Shuning bilan ilqi o'zim shunchalik orzu, shunchalik qiziqish bilan kirgashga, garchi jafoliq bo'lsa-mu, menga hech qanday bilinmadi. Hozir men maktabda 98 o'quvchimiz bor. O'zim tuqqan 2 bolam bor. Kim so'rasa 100 bolam bor deyman. Jami mening 100 bolam bor deb o'zim shunchalik faxrlanaman. Endi ona tuyg'usi u boshqa yo'lga, ona tuyg'usidan bakrak o'qituvchi, ustoz degan bu nom shunchalik odamni ichidan faxrlantiradigan, shuning bilan birga endi shu maktab ichish jarayonidan bir narsani qistirib o'tkazsam, biz bolalarga nuqul olda sinfda sinfga solib olib darsni o'tmadik.
Hərfli ötmüdük, tilli ötmüdük. Biz balağa mədəniyyət ügətdik, onundan başqa usul ügətdik, naqşı ügətdik. Hər yılı degidək ana til fəaliyyəti qıldıq. Muşu fəaliyyətlərdə biz balalarımızın məktəbdə öyrənген nərsini meydanga çıxıb adamlar körsətdik. Şununla adamlar vay tova uydu biri adamlar texmi hayacanlanıb, texmi rəğbətlanıb bizə texmi maslashib berdi. Ondan başqa biz hətta ötən 2 yılda balalarımızı bizden birinci qitim bir Nürnberg'de bir şehrimiz var, biraz uzak. Aşağıya apardık çoğun sınıftan balalarını. Bu yerde bir Türklerninki Medine Museum'da bir museum var ki, şu museum aparıp balalara biz Türkler German tılıda Türk medeniyetinden burun mesela Türk tarihi, Uygur tarihinden başladığında da bizden ata-bobolarımız işletken nurgun derslerini körsətdi. Mesela biz işletken yağmaqlar, biz kiygen kiyimler, her xil narsalarni körsətdi. Hem şu çağdalar bizning ata-bobolarimizniki her ayal baraver degan bayraqlarımızdan tartib mana mushu sizlarning bayraqinglar desizlar, Uyg'urlar mundaqdinglar degandan bolalar bek xush bo'ldi. Qaytib kelib opalarga deb, dadalarga deb, hatto ba'zan bolalar men opam dadam bilan yeni bir kelma malim, men yeni ko'rma dedi. Bizga moslashib bizning guruhdagi onalar billa berishib berdi. Shuning bilan biz amaliy narsalarni qildik. Undan boshqa 2021-yil 11-oyda biz bolalarni Berlindagi muzeumga bordik. Bu muzeumda Osiyo bo'limida kirsak maxsus Uyg'urlarniki shu buddizm vaqti shuning bilan ashada bolalar ko'rish jarayonida voy ma bizning narsamizga bizning biz ming darsda voy bizning qadimiy nimalar miroslarimiz var. Biz Uyg'ur millati eng dastlabki shaharlashgan millat. Biz millat andaq madaniyat Ondan başqa məsələ rəsmdə görüb turvatsizlar, şundaq çıraylı kiyimlər. Bu kiyimni bizning qurbadan bir yerdə alayda tilg'i ötüb ketishga to'g'ri keldi. Bizning Rabiya Fidan xonim bilan Raila Aziz xonim. Bu ikisi biz birinchi qitim ona til kuni qilgan vaqtimizda bizga taklif berdi. Bir 3-4 balaga har bir shaharning kiyimini kiygizsak. Chunki bizning bolalarimiz vatanni ko'rib baxmagan, Qashqar qandaq, G'o'lji qandaq, Xotan qandaq bilmaydi. Shu yerning kiyimlarini kiygizib bolalarimizni bir chiqarsak dedi. Bo'ldi dedik. O 3-4 kiyim oxir 30 necha kiyim bo'lib ketdi. O'g'illar, qizlarga tikkizib biz buni shunlar kiyim modeli qildik. Eng oxirda anaqdan keyin ular Bıraklam, en ahırkı numaramızda kiyim modeliniki Zulnuray bilan inisi ikkisiga bizning milliy armiyaniki kiyimini kiygizib chiqargandik. Bütün zaldagilar o'rindan turib ko'zlarida yosh, chavak javatidi, yig'lab mana mush ko'rinishda. Yig'layotdi, bir-birini quchoqlayotdi. Xuddi milliy armiyamiz vatanga dastlab kirayotgandek, vatanimiz shu güzel minutlarga erişkendek, xalqimiz şunu ko'rayotgandek shundaq bir hayajon ilkidi bo'ldi. Hatto Zulnurayning dadisi o'tiribdiki, shundaq ko'zim tushib qoldi, qandaq qildi, ikki sakrab sahnaga chiqib, ikki bolasini quchoqlab ketdi. Demak, bu haqiqiy bir hissiyot. Mana shu rasmga qarasanglar, har bir shaharning kiyimlari bor. Har bir shaharning bash ikki ona bütün rəxni o'zi chiqarib, bütün shu yığınısından tatib, həmmini özü əkilib, jipig'icha, tugmisigacha qancha oylar o'tirib tikkan kiyimlar bu. Buni ba'zisini bular internetdan ko'rdi, ba'zilarimiz bu kiyimlarni kiysa shunchalik xush bo'ldi. Endi bu yerda nimani his qildim desanglar, bizga ota haqiqatan yon tarafda turib, yenimizda turib chiq yordam qildi, chiq qo'lladi qildi. Endi shu obiyatdan deganimizdek, mening otamdan kutadigan bir talabim ona tili degan gapni o'zidan chiqib turdi. Ona tili degan gap onamning tili degan gap. Mening onam qaysi tilda so'zlasa, men shuni so'zlayman. Chunki ona bolaning birinchi o'qituvchisi, oila bolaning birinchi maktabi. Endi hozir her xil sebeplerden biz chet ellarda yaşab qolganligimiz uchun bizning qizlarimiz boshqa millatlar bilan turmushliq bo'lyapti. Endi shu turmushdimi mening kutadiganim yosh onalardan shu oiladimi
ana tilini so'zlasa, ota tili emas, ana tilini so'zlashga shuni odatlantirsa. Shuning bilan bir balani Uyg'urlik eni bilan tarbiyalasa, Uyg'urlik tili bilan bir narsalarni tafakkur qiladigan, tushunadigan bo'lsa. Masalan, bir kuni men tanlam magaziniga kirib, Harvuni so'rab tursam, oqimda bir kichik bola naydi ravan tilda so'zlayotdi. Kichik bola. Keynimga o'rilib qarsam 3 yosh atrofida. Qarsam dadisiga German odamga. 2-3 qatim qarab qo'ydim, bu bola nemishki, bu xalqning bolasimi bu deb tursam, birdamdagi oyoqdan bir ayol keldi, u hansu ayol keldi. Demak, bola, ayol German bilan to'y qilibdi, ammo uyda Xitoy tilini tutganlik uchun bola ravan xuddi ash o'zining davlatida Xitoy so'zlagandek shunchalik ravan Xitoy tilida so'zladi. Bu menga ajoyib ta'sir qildi. Demak, biz shuni qila olamiz. Mayli qanday millatli to'y qilish bo'lsin, ammo oilada cho'qim ona tilini saqlab qolsin. Bolalarning bu narsa qarmasa, ikkinchi yana bir talab qildig'ini, ya'ni Uyg'ur tilimiz albatta bu bir til. Ashiya, o'tta, mang, tur bu nayt odatga bir narsa. Shuni qarablar, men odatga gapni deyalagankim, bolam tilni biladi deb qanoatlanib qolmasa. Chunki Uyg'ur tili bu adabiy tilimiz va bizning nurg'un maqol tamsillarimiz va bolalarimiz faqat normal ishlatishdan boshqa yuqori saviyaga yetsa, biroz bir adabiyot saviyasiga yetsa, ham tilimizni ota-onalar mumkin qadar uchinchisi to'g'ri ishlatsa. Ota-onalar xato ishlatgandagi, masalan, hamma narsaning ismi bor, ismi bilan atsa. Süpürgeni akivat deyish kerak. Ani akivat deganki, bola ana ismi Avka deb tushundi. İkinci qatim süpürge desa, o bal tushunmaydi boshqa bir ismdek. Shuning uchun har bir narsani degan vaqtida mumkin qadar shu narsaning ismi bilan deb bersa, anadagi ana til maktablariga sal qaramasa, to'rtinchisi tama ko'l bo'ladi deymiz. Masalan, o'quvchimiz va hozir 15-16 yosh kirdi. Shu bola kichigidan apsi har hafta bir shiqatim pianino yo'lab chaqiriq saviyaga 2 soatlik vaqtga ona sal qaramaganligi uchun bola A saviyaga yetdi. Hozir bizning maktabda 4 yil deyog'i kelayotgan bolalarimiz kitob o'qigidek, shu kitobdagi narsalarni tushunigidek, hatto men WhatsApp gruppamizda ashuningamish o'zimizning yoziqida uchurlarni yozaman, ular menga shu uchurni qaytirdi. Shu yerga yetdi. Gerçi ko'rinishda bu haftada 2 soat, 3 soat deganimiz bilan mushu narsalar bir yerga berib, bolalarimizningki kelgusida ham German tilini, ham ona tilini, ham ingliz tilini, mushtaq bir qancha tilni o'rganishida cho'qim o'zimizning tilini asosli ximiy turish qilib turib, vulini ona til qilib turib o'rganishiga sal qaramagan bo'lsa. Rahmat. Abide mikrofonu içinden sapımay. Nasıl sorunu? Rahmat, Harida muallim, hürmetli tecrübelerimizni biz bilan o'rtoqlashganimiz uchun ko'p rahmat. Shaxsan men bir ona bo'lish bilan ota-onalar qilgan tavsiyalaringizdan ko'p bir narsalarni tushungan bo'ldim. Ko'zlarimdan yosh chiqib ketdi. Germaniyadagi qarindoshlarimiz o'zimizning milliy kimligimiz va madaniyatimizni saqlashda va keyingi avlodlarga yetkazishda ülgülük bir rol oynab kelyapti. Buni chonqur his qildim. Davomlashtirishga muhttojim. Zumray sonimizdan so'z so'ragan kelyapti. Sizning shu yuqorida muallimlaringiz qilgan shu faoliyatda degan vaqtimda nima pek hayajonlangan. Hakikaten ben emas bu faaliyette şu Şarkı Türkistan Milli Armiya kimin kiyip çıkkandaki bir görünüşünü görgende muhaciratdaki bütün kıyımdaşlarımız müstakillikni yutib qilgan, müstakillik peşine bo'lgan bütün kıyımdaşlarımızdan gözlerinden şunday yaşlar qo'yilib ketgan. Sizden şu sualni bir so'rab boqqim kelyapti salim. Mush kiyimni kiygan vaqtda siz qanday hissiyotda bo'ldingiz? Burun
Anam dadamla öyle Uyghur milletimiz to'g'riliq gap qilgan vaqtda bizga er va ayol armiya formasini qanday shaklda bo'lishini bizga deb beradi. Shu vaqt men bu Uyg'ur armiyalarimizni ko'rishni bek arzu qilardim. Gerçi ular ovoz orqali deb bergan bo'lsa, lekin ko'zimni hech bir rasm orqali ko'rib boqmagan. Men u kiyimni endi model kiyim deb o'ylasam, o'zimnikiga haqorat qilgandek bo'laman. Vatan sevgisi bor bir insonning shu vaqt o'zida uni o'ylashni aqli hech kelmaydi. Shu birinchi ana til kuni faoliyatda armiya formasini tunjikdan ko'rgandim. Shu vaqtda Fuqamishimiz bek hayajon ichida yig'lab turib kelgandik shu vaqtda. Shu kiyib bo'lgandan keyin Fuqam manga qaraydi, men Fuqamga qarayman. Xuddi shu vatanimiz bizga qaytib kelayotgandek his bo'lgan. Bu kunni biz hech qachon unutmaymiz. Mayli Fuqamishimiz bo'lsin, mayli shu maktabdagi bolalar bo'lsin, ota-onalar bo'lsin, muallimlar bo'lsin, shu zaldagi hammasi, hatto sirtdagi ko'rganlar bu kunni hech unutmaymiz. Biz Fuqamishimiz tayyor bo'lib turganda Fuqam menga qilgan bir og'iz so'zni faqat qo'lqimga ketmaydi. Acha inshaalloh bu kiyimni o'z vatanimizda kiyadigan bir kunim keladi deb shuna degan. İçimizin azaplanıp ketkendik. Isil armiya formasini yo'qotib qo'yganligimiz uchun. Biz istiqlol marshimiz bilan sahneye chiqdik. Shu o'ltagan ota-ona cho'chib chachirib shu o'z o'rnidan dast turib ketdi. Men shularni va aql o'tlagan dadamni "Voy bu mening bolalarim-ku" deb sekirib oldiga kelganligini, shu vaqtda dadamni o'zini yo'qotib qo'yganligini farq etdim. Hammasi o'zining ko'z yoshini tutamay ketdi. Mayli ota-ona bo'lsin, mayli muallim bo'lsin, mayli hatto qarindoshlar bo'lsin, saboqdoshlar, ular hech ko'z yoshini tutamay ketdi. Shu vaqt o'zida ota-onalarimizning ana vatanimizga sig'inmasdan musafir bo'lib, muajiratda yashab, ota-onasiz yetimsirab qolgan bolalardek his qildim. Bu cho'nglarga shunchalik musafirchilikda yashash og'ir kelganligini shu vaqtda yana bir xil farq qildim. Mesela intayin taqdirlanganligimizni ko'rgan vaqtda taqdirlanish tuyg'usi bilan kelganligimizni his qildim. Hem nurg'un kishilarniki shu qadar hayajonlanishgan va mustaqilligimizni va shu ko'rinishni vatanimizdan ko'rishni umid qilgan. Hem shunaqa ishq tuyg'ularga sebep bo'lganligimizni tabriklayman shu munosabat bilan sizlarni. Hakikaten güzel, nadir bir görünüş olgan. Salomat muallim, Dayı Farida muallim ata-onalarga yürek sözlerini ve ularning kutilgan umidi ve tavsiyelerini bayon qilgan vaqtda aniq bir masalani so'zlab o'tdim. Ya'ni vatanda o'qituvchi bilan chet elda o'qituvchi bo'lishni, vatandagi ona tili o'qituvchi bo'lish bilan chet elda ona tili o'qituvchi bo'lishniki bir farq ko'rmaslik ekanligini aytdim. Sizce bo'lganda chet elda ona tili o'qituvchi bo'lish nimadan darak berdi? Shunaqa tushunchalardan o'tgan bo'lsak. Ben anlayamadım. Avazım pek pasif oldu. Endi keldi. Dayı Farida muallim ata-onalarga yürek sözlerini bayon qilgan vaqtida, ata-onalardan kutgan umidlarini bayon qilgan vaqtida vatanda ona tili o'qituvchisi bo'lish bilan chet elda ona tili o'qituvchisi bo'lishniki ayrim o'xshamaydigan bir masala ekanligini o'tirib qo'yib o'tdi. Shu masalaga diqqatim markazlashib qoldi. Shu haqida bir savol so'ragim keldi sizdan. Sizningcha chet elda ona tili o'qituvchisi bo'lish bilan vatanda ona tili o'qituvchisi bo'lishniki qanday farqlari bor? Chet elda ona tili o'qituvchisi bo'lish nimalardan darak berdi? Shu haqida bir so'z aytgan bo'lsangiz. Bo'ldi. Vatanda o'qituvchi bo'lish bilan chet elda yottir elda o'qituvchilik qilish bu ikki xil ish. Amaliyotda vatanda bo'lsak, biz shu muhitning o'zida o'zimizni nihoyat erkin, ozoda his qilib, bolalarimizga ko'nglimizdagiday
baş balalarınki düşünüş dairesi boyunca qandaq qilgan vaqtida o'sha balalarning arzu taraflarga yetolmaymiz deganda chiqish qilib turib o'tgan bo'lardik. Ammo chet elda o'qituvchilik qilish haqiqatan tez. Chunki bu chet elda ko'pinchimiz degidek fidoyi bo'lib o'qituvchilik qilyapmiz bu yerda. O'qituvchilik kasbi bo'libmi chet elda nihoyat zo'r fidokorlikni talab qiladi. Endi buningda mayli amaliyotda biz hammamiz shu muhojiratda yashayotgan Uyg'urlar shu yot muhit, yot til, yot madaniyatga nisbatan o'zimiz o'xshamagan darajalarda bir fidokorlik ko'rsatib yashayapmiz endi. Bu bir narsa chiqib oldi. Hammamiz fidokorlik ko'rsatib yashayapmiz, ammo o'qituvchilik bu boshqacha fidokorlikni talab qildi endi. O'qituvchilik bayonma deb o'tdik, haqiqatan bir sharaflik kasb, ma'rif sohasi nihoyat muqaddas soha. Bu jarayonda nurg'un qiyinchiliklarga yo'liqdik hamda balalarninki nima desak bo'ldi endi. Aqliy tafakkuriga yerlashtirish. Shu biz so'zlagan mayli so'z bo'lsin, mayli abzas tekstlar bo'lsin, har qanday narsani shu balaning aqliy tafakkuri bilan tafakkur qilishiga qanday qilganda yordam bera olamiz. Endi biz bek o'ylaydi ekanmiz, balalar Әміні düşünələydi degan bilan voyaga yetkizib, shu so'z, shu jumlaning tegiga yetib tushunolmaydi. Bizningki ichimizningki bir yerlarning ochiq bo'lishi shu sababdan. Shu ba'zida deymiz-ku, ochqa yerimga bormidi deb qo'yamiz. Shuningga o'xshash, mushu balalarga qanday qilgan vaqtimizda aqliy tafakkurni shu biz so'zlagan so'zga og'dirib voyaga yetib tushunoladigan qilib tarbiyalashni o'zimga orzu qilaman. Boshqa o'qituvchilarga talab qilganim shu. Amaliyotda o'qituvchi o'zida bir beg'ishlash ro'yi bo'lgan vaqtida menimcha bu muvaffaqiyatni cho'qim qozona oladi deb o'ylayman. Tirishchanlik hech qachon yerda qolmaydi. Hindiston yozuvchisi Rabindranath Tagorningki ma'rifning maqsadi jazmanki insonlar ara hayotlikning hidini taqitish bo'lishi kerak deydigan bir gap bor. Bu gapni men bek yaxshi ko'raman bu gapni. Hamda mundaq aytganda insonlar ara hayotlikning hidi nima? Insonlar ara hayotlikning hidi demak bir-biriga mehr muhabbat ato qilish demak. Mehr muhabbat yetildirgan vaqtimizda bolalarda, bo'libmi bolalarning ro'yi inida mehr muhabbatni yetildirgan vaqtimizda bolalar o'zligidan asta hayotga nisbatan bir odamiylikning qadamini olgan bo'ladi deb o'ylayman. Bizning beralaydigan eng chong sovg'imizmi bolalarga mushu illiqlik, mehr muhabbat. Mushu jarayonda bolalarimiz atrofliq, nihoyat sog'lom bo'lgan bir xarakter bilan yetilib chiqsa, keyingi avlodlardan biz g'am qilmasaqmi bo'ladi deb o'ylayman. Ammo shu sharafga nail bo'lish uchun yana o'zliksiz tirikchanlik ko'rsatishimizga to'g'ri keldi. Rahmat. Chet elda bolalarimiz uchun Uyg'ur madaniyatini, Uyg'ur tarixini o'rganadigan fursatda ko'p emas, haqiqatan oz. Niyatda ana til maktablari ana til o'qitishni vosita qilib turib, bolalarimizga Uyg'ur ro'yini singdirishda, mana shu ana til o'qitishni vosita qilib turib, singdirib kelishda tirishchanliklarni ko'rsatib kelyapti. Qanday qilganda shu mazmun bilan ana til o'qitishni bir gavda qilib bo'ldi, shu haqida bir savol so'ragan kelyapti. Qaragan ma'lum vaqtda berish uchun tushunchangizni yetkazib Endi shu chet elda qanday qilganda bolalarda shu ana til ro'yini yoki ana til sevgisini bolaning qalbiga sog'il bo'ldi deganda buni men jiq o'yladim. Endi biz bolalarni Uyg'ur oilasida dunyoga keltirdik. Uyg'ur oilasida cho'ng bo'ldi. Ama o ko'pincha vaqtini, masalan, Germaniyani misolga olsak, yasliga bordi, uningdagi maktablarga bordi.
aşna qilib boshqa millatlar bilan aralashadi. Biz tuyuqsiz uxlab qopiblar, sen Uyg'urchimi? Cho'qim Uyg'ur bo'lishing kerak, biz Uyg'ur degan bunda qilamiz, biz lag'malik yeganligimiz uchun Uyg'ur desak, bu balaga singmaydi. Biz nihoyatda yumshoqlik bilan har bir o'tirib qo'pqanda oldi bilan bo'libmi onalarga buningda biroz yuk keldi. Onalar o'zimiz ulgu bo'lishimiz kerak. Masalan, oilada bizning endi an'anamizda biz mayli qandaq bo'lib ketaylik, qanchalik taraqqiy qilib ketaylik, bizda yana erlarni hurmatlash, balaga dadaning o'rnining qanchalik ekanligini balaga tushuntirish. Uningdan boshqa onaga kuyinish, onaga qandaq mehribonligiga javob berish. Mushu masalalarni oilada nihoyatda sal qarashga bo'lmaydigan masala deb qarayman. Endi bizning bolalarimizning ahvoli nihoyat qiyin. Biz Uyg'ur urf odatida ba'zan narsalar cho'qim ota-onaning degani bo'yicha bo'ladi. Bolalar shuni bo'ysunish kerak deymiz, ammo Germaniyani olsak, Germaniyaning qonunlariga uchishmaydi. Bolalarning o'ziga tutishlik huquqi bo'ldi. Ular maktabda men deb cho'ng'iladi. Biz emas, men deb cho'ng'ilgan bolalarni biz uyda sal Uyg'ur bo'lganligi uchun mandaq qilsa desak bo'lmaydi. Bu yerda bir masala borki, shu chet elda men 20 necha yil yashash jarayonida shuni his qildim. Birsi, biz Uyg'urligimizni suyib, Uyg'urligimizni faxrlanib, haddidan ziyoda Uyg'ur sevgisi bilan o'zimizdan boshqa hech qanday millatni ko'zga ilmaydigan, boshqa millatning hech nimasini yaratmaydigan, uni o'rganishni tashabbus qilmaydigan, ashunday bir xarakter. Sen Uyg'ur bo'lganing uchun mushtaq qilsa deydigan. Yana bir xil vaket dal buning aksicha Uyg'urligidan nomus qilib, biz hozir xaritadan o'chib ketay deyapmiz, bizning tilimiz bunda bo'lyapti deb turib, belki turgan davlatdagi shu yerlik xalq haddidan ziyoda chuqunib, shularningki bizning yo dinimizga, yo madaniyatimizga to'g'ri kelmaydigan narsalarni tortib akilib uyda qildigan. Mencha bu ikkilisi xato. Buning biz o'tir yo'lni tepishimiz kerak. Masalan, men bu dars o'tish jarayonida bolalarimga deydiganim, Germanlarning nurg'un o'rganadigan taraflari bor. Germanlar masalan vaqt qarashi, birinchisi vaqt qarashi bek yaxshi. Har qanday narsani soat manchada deydi, dal shu vaqtida paydo bo'ldi. Mayli to'y bo'lsin, mayli boshqa narsa bo'lsin. Ikkinchisi bularda isrofchilik bo'lmaydi. Har qanday esli restoran kirsimi o'zi yeligidekni oladi. Pakiz yevitib, chiroyli qopib chiqdi. Uchinchisi bular ilqi yağan şəkilvazlıq qılmaydı. Özü qandaq olsa şunu köstüdü. Demək, bunun muşdan qoxşaş nurğun artıqçılıqları var Germanlarının. Əlbəttə, balalarımızga şunu öyrənişkə biz təşəbbüs qilishimiz kerak. Şunun bilan birgə, həm də Uyğurlarda desə, Uyğurluqda bizdə ailə göz qarşı bək müstəhkəm. Biz ailəni bək mühim o'rin qoyumuz. Ailənin içində ata-ana bilan balaning münasibəti, qarindoshlar aro munosabat, navir tuqqanlar aro munosabat, hatto jiroq tuqqanlar bo'lsin, tuqqanlar aro munosabat, qo'shni qulun munosabati, al-og'ina munosabati, bu masalalarga biz bak e'tibor beramiz. Endi bu narsalar Germanlarda toza kuchlik emas. Men 18 yoshga kirdim, mustaqil bo'ldim, pulimni o'zim xashlayman, men nima qilmayman, xohlasam ota-onamni yo'qlayman, ayrim mundaq yashayman deydigan. Demak, mushu masalalar, anodiki bizning nurg'un chiroyli urf odatlarimiz bor. Bizde endi hozir keyin chiqdi dadalar bayrami, analar bayrami, yana bir bayram. Bizde asli Uyg'urlarda azaldan bu bayramlar bor. Chunki biz har kuni qilamiz uni. Bizde ota-onaning o'rni balaning ishining ustida bo'ladi. Demak, mushu narsalarni biz nihoyat yumshoqlik bilan bolalarga tushuntirish uchun yana buni bizga so'zlash yeyolmaganligi uchun, zir zavirsini diyolmaganligi uchun bolalar bizni jiroqlashadi. Shunga biz nihoyat mehrimiz bilan bolalarimiz qattiqqo'llik emas, buningga mehr bilan ham o'zimiz ulgu bo'lib turib boshlab bersak, bolalar shuni davomlashtirdi. Masalan, bir oilada har yerda kitob tashlaqliq bo'lsa, bolalar onaning qo'lida kitob borligini ko'rsa, ixtiyorsiz kichik vaqtidan boshlab kitobni bilmasmi varaqlaydi. Eğer onaning qo'lida aynak tushmisichu deganda, balami nelardan aynak tepib, kiyimni kiyib oldi-keyinga qaraydi. Albatta, kiyim kiyish bir madaniyat, men uni qarshi turmayman. Ammo
bala anını birinci ülge qilganligi uchun ana biraz o'zininki gap so'ziga, oila munosabatiga, masalan, er ayol o'rtasidagi dialoglarga nihoyat inchkilik bilan qilgan vaqtida o'g'il bo'lsa, demak, men o'ylansam, opamga o'xshash ayol olaman. Qiz bo'lsa, men dadamga o'xshash odamni topsam bo'ldi deydigan shunda bir ota-onasiga nisbatan bir hurmat paydo bo'lgan vaqtida u chog'da millatni suydi. Millatni suygandan keyin bu millatning madaniyati albatta o'zi bilan birga mangidi. Bu davomlashadi. Bu madaniyat degan bugundan ertaga o'tirg'i chiqib qolgan yo yo'qolib ketadigan narsa emas. Shunga mush oiladagi mushu munosabatga nihoyat diqqat qilsa, endi hamma onalarniki chet eldagi hayot besimining ig'irligi bilan ba'zan onalarning bola bilan har vaqt birga bo'lib qilolmasligi mumkin. Ama Germaniyada biz shunday bir ana tili maktabi ochdik. Kuchimizning yetishicha eng oxirgi nafsimizga tushuncha tirishyapmiz. Shuningga onalarning hozirgacha qo'llayotgan onalarning to'xtab qolmasligini ham maktabni sal qarab o'rganmasin bo'ldi. Ana til deganni uy tili bilib oldik degan qarashni biroz bir chetga qo'yib qo'yib turib bolalarni maktabga avatishni bizdinmi nurg'un narsalarning bolalardan bizdan qabul qilishni çünkü bizim medeniyetimiz her bir kiyimimizde özümüzden milli kiyimini giyip çıksak şunda hayran kalıdı. Bu qandaq kiyim, qandaq rəq, sizler qandaq tikisizler, qandaq yaşayışlar hep şunçilik çıraylık göründü. Balalarımızın her qetim faaliyetlerimiz kiyimli giygende biz özümüzde vatanda yaşagandek his qılmız. Bunu faqat yet bayram kiyimi emas, bizning odat kiyimimizga o'zgartirsak hem bizning yemek içmek medeniyetimiz var, şundak isil elbette başka milletlerimiz var. O lekin nayt asan pişiyor ama bizning tez pişkan bilen onun təmi var. Şu təmlər bilen biz balalarımızı texmo, demek Uyg'urda mushtaq narsa var ki degan narsani singdira olsakmi deyman. Rahmat Farida. Ana meselesi hakikaten nayt ince ve izchillikni talab qilgan bir masala. Bayda ülkemizde chet eldagi ana til maktablarida yani ana til o'qitish vositasi bilan balalarimizga Uyg'ur ruhini singdirish va Uyg'ur madaniyatimizni, tariximizni o'rgatish bir gavda bo'lgan holatda mana shunday davomlash kelyapti deb o'ylayman. Ama bu maktablarda o'zaro metodik jihatlardan farq qilinishi berayotgan faoliyat usullari jihatdan farqlar bo'lishi mumkin. Salomat muallim, sizdan so'rab baqsam, mana shu ana til o'rganish vositasi bilan bolalarga Uyg'ur rolini singdirishni bir gavda qilishda navbatda muajiratda mavjud bo'lib turayotgan ana til maktablariga nisbatan sizning qanday tavsiya qilgan chora tadbir usullaringiz bor? Rahmat. Biz shu bolalarga Uyg'uriya maktabimizda ana til o'rgatish bilan birga bolalarga Uyg'urlik ro'yini singdirishni nihoyat muhim bildik biz. Çünkü aldı bilen biz işte sınıflarımızga isim tanlashdan başladık desek mi bo'ldi. Mesela küçük yesli sınıfındaki balalarımız var. O balalarımızın sınıfındaki ismi izchilar sınıfı. Onundan sal yuqori yoshdagi maktab yoshidagi balalarimizning sınıfının ismi Ümit sınıfı. Onundan yuqorqi sınıf Mash'al sınıfı. Onundan yuqorqi sınıf Nishon sınıfı. En yuqorqi sınıf Atlan sınıfı. Muşu isimlarni aytgandimi, izchilar, Ümit, Mash'al, Nishon, Atlan. Endi bu isimlarning ma'nosi har qanday odam, har qanday bir Uyg'ur o'ylasimi, voy nima degan bir cho'nqur ma'noga ega ismlar bu deydi. Amaliyotda bu ismlarimizni bolalarimiz tushunmaydi. Shuning biz bu ismlardan boshladik boshda. Masalan, izchilar deganning ma'nosi nima bolalar? Izchilar degan ajdodlarimizning izidan mangan izlar. Biz shu izni davomlashtirib manguchilarmiz. Shunga bu sinfga sizlar kichik bo'g'inlar bilan shu izni davomlashtiruvchilar bo'g'inlar uchun izchilar deb nom qo'ydik. Umid vatanimizning, millatimizning kelgusi sizlarning qo'linglarda.
Bizning ümidimiz sizlar. Sizlar әтінің ümidi deganga o'xshash. Masalan, mash'al avlodma-avlod ona tilini mash'al sifatida ko'tarib, bir-birimizning dilini yo'ritib mangadigan. Lekin nishon sinipi, nishonimizga qarab to'xtamay, tirishib alga ilgirlaydigan. Har qanday odamda bir nishon, maqsad bo'ladi. Nishon bo'lmagandan keyin hech qanday ishni tartiblik vujudga chiqib qilib bo'lmaydi. Nishon bek muhim, maqsad uni tushuntirdik. Lekin keyin otlan. Nishonga yetgandan keyin otlanish bosqichi bor. U muvaffaqiyatimizning, utuqlarimizning eng cho'ng yuqori ballisi. Endi cho'nglarda mundaq bir gap bor. Talant parvishga, utuq bedelga muhtoj deydigan. Balkim hammalar bilasizlar. Kichik bolalarda biz kichikgina bir alayda iqtidorni bayqasak, uni parvish qilishga bo'libmi? O'qituvchilar sezgirlik bilan uni parvish qilishga o'tgan vaqtida. Andan keyin utuq qozonimiz deydiganmiz, asroq bir bedel to'lashga to'g'ri keldi. Biz maktabda shu ismlardan boshlab bolalarga az-azdan baştalabek murakkablashtirib etsak, bolalarninki zerikishini qo'zg'ab qo'yamiz deb az-azdan tushuntirish orqali andan keyin shu milliy ruhni kuchaytirish uchun har qitimda faoliyat qilsak, ay yulduzliq ko'k bayrog'imizni ilib oldida lapildatib mangdiq. O ay yulduzliq ko'k bayroqninki ma'nosini tushuntirdik. Masalan, vatanimiz Sharqi Turkistonninki qanday afzalliklar bor, yurtlarning qanday alayidliklar bor, tili qanday degandek kichik dialekt shivilardan boshlab, masalan, shu Germaniyadami nurg'un dialektlar bor. Bir-birining gaplarini tushunmaydigan. Shulardan boshlab bolalarga tushuntirdik. Bu bolalar uni tushunmaganda qig'ini bilan uning quliqiga singadigan mingisiga o'rnaydi ekan. Keyingi kunlarning bir kunida bu shu bolalar uchun hamon uning qalbida bo'lgani uchun hamon bir kuni u portlab chiqar ekan. Lekin yeni birisi milliy ruhga kelgan vaqtida shu Uyg'urlik ro'yida. Bayam Zunnurayimiz so'zildi, Faridamiz so'zildi. Shu Zunnuray inisi bilan sahnada bo'libmi bizda shu model kiyim ko'rsatmasi qilgan vaqtimizda, agarchi men bilatdim bu armiya formasi kiyishni, ammo sahnaga bizning Sharq Turkiston armiya formasini kiyib chiqqan vaqtida u menlam emas, zaldagi bütün qarindoshlarimiz hayajondan o'rnidan turib ketdi. Hatto o'zini bilib bilmay, mushularni quchoqlab, yig'lab, men shuning ichida yoshlarimni to'xtatolmadim. Xuddi hozirning o'zida vatan azod bo'lgandek. Abayam Zunnuraymi dedi, shu kiyimlarni kiyib vatanga kirgandek masalan. Bu men xeyligacha o'zimni to'xtatolmadim. Shuning bilan bolalarimni yig'ib, chaqirib akilib Zunnuray bilan, inisi bilan rasmlarga tushdik. Bu rasmlarim hozir qadar bor. Mening qizim so'rdi. "Apa, siz nimashga yig'laysiz?" dedi. "Bolam, men yig'lamadim, hayajonlandim" dedim. U yeni tushunmadi. Bu Uyg'urlik ro'yi bolam. Uyg'urning qon qiniga singan Uyg'urlik ro'yi. Shuning uchun yig'layapti men bolam. Cho'ng bo'lsangiz sizmi tushunasiz dedim, ammo uyga kelgicha bu hayajonli ko'rinish faqat ko'z oldimdan ketmadi. Shu vaqtdagi shu hayajonli minutlarni yashatgan shu bolalarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Ota-onasidan, bolalarimdan cheksiz faxrlanaman. Ana yana birga shu ana til maktabimizda bolalarga Uyg'urlik emini singdirishda Bay Farida muallimiz so'zlab o'tdi. Shu oilaning roli naydi cho'ng buningda. Oildimi? Bayam ma'lum degandek faqat til bilsalam bolam ani biladi, ma'ni tushunadi deb sal qaramasdan Uyg'urning tarixini, Uyg'urning madaniyatini, urf-odatlarini, masalan, yepidan yanglisigacha tushuntiramiz-mi? Az-azdan. Masalan, Zunnuray qizimning beshida hozir shundoq chiroyli chiman do'ppi bor. Chiman do'ppi demak Uyg'ur demak. Badam do'ppi demak Uyg'ur demak. Ammo do'ppi demak Uyg'ur demak. Shu do'ppini tushuntirish orqali. Bu do'ppi degan nima? Bu Uyg'urning bosh kiyimi deb qo'ymaymizki. Bu Uyg'urlikning, Uyg'ur madaniyatiga simvol qilingan bir bosh kiyimi deb turib bolalarga tushuntirish.
Andan keyin atlas ko'ylaklarimiz bor, hozir Zumray qizlarning ustida bor atlas ko'ylak. Atlasni tushundirish. Atlas nima masala? Andan keyin yana çay medeniyetlerimiz var. Chet ellarda bo'libmi men çayni bek yaxshi ko'raman. Xotellik bo'lganim uchunmi yoki bo'lmasa burundan haqqancha tomuz issiqladimi, o'sha çay ichishni yaxshi ko'raman. Bir yerlarga berib, yerib charchab kelganimda bir stakan çay demlab ichib olsam, bu çayning menga beradigan huzuriga hech nima yetmaydi. O'sha çay medeniyetlerimiz var. Masalan, bolalarga biz uyda bala menga bir çay qo'yinglar yoki bo'lmasa, menga bir çay beringlar desa, çaynakni ko'tarib ko'rida qo'ydigan ishlar. Biz buni hatto sahnalarga aytdik. Qadr kechisi degan programmamizda urf odatni singdirish orqali shu programmada aytdik. Balam çay deganni bunda qo'ymaydi. Uyg'urlarda çayni bunda qo'yamiz deb amaliy harakatimiz bilan ko'rsatib turib tarbiya ishlash. Andan keyin shu Uyg'urlik ro'yini yetildirishda nuqul holda hamda oilaga ham tayinib olsak, andan keyin oildami balla yetarlik bir manbalarga ega bo'lolmay qoldik. Hamda shu ajdodlarimizdan qolgan nurg'un tarixiy madaniyat angushtarlarimiz bor. Bu angushtarlar yanala o'qituvchining vositasi orqali shu kelgusi avlodlarimizga asta-asta yetib bordi. Mening demoqchi bo'lganim, shu fursatni g'animat bilsa ota-onalar. Biz ko'nglimizda qanchalik bo'lsa, qanchalik bilsak, shuni bolalarga bag'ishlasak, bu fursat endi bu nima desak bo'ldi, tepilg'usiz bir fursatlar. Shuning uchun fursatni qadrlasa, oilada ahamiyat berishdan sirt, maktablarga bolalarni to'liq avazsa, andan keyin bizning Bayon Farida muallim deb o'tgandek nurg'un faoliyatlarimiz bor. Nuqul holda maktab sinfdan elib bormaymiz. Sirtlarga dala saylisiga chiqamiz, sayohatlarga, qisqa sayohatlarga, ekskursiyalarga apadik bolalarni. Bu orqali bolalarning bevosita kuzatish tizimini yuqori ko'targan bo'ldi. Bolalar narsalarning, masalan, sheylarninki farqlantirish kuchini bilib olaydi bu orqali. Masalan, nurg'un qitim Nürnbergdagi muzeumga borganimizni Farida muallim deb o'tdi. Berlin muzeumga berib shu o'z vaqtidagi ming o'ylardagi rasmlarni ko'rib keldi bolalarimiz. Bu hayajonli ko'rinishlar shu yerda qolmasa deymi? Mencha bo'lganda. Shu vaqtning o'zida qolmay, buni davomlashtirib olsak, ancha-muncha mayli oila bo'lsin, mayli o'qituvchilar, ota-onalar bo'lsin, suhbat elib berish orqali ta'sirotini so'zlash orqali bolalarningki shu ta'sirot so'zlashga bo'lgan qiziqishini ko'tarish, andan keyin o'zining Uyg'urga bo'lgan Uyg'urlik ro'yini yetildirishga bakrak kuch sarflab qaraydi. Rahmat. Ana til maktablarga va ota-onalarga, ana til o'qituvchilariga doim tavsiyalaringiz haqiqatan qimmatli. Bizniki o'rganishimizga va ijro qilishimizga diqqat qilishimizga arziydi. Haqiqatan siz tavsiyalarga rahmat. Zumray Salomdan bir so'z so'rab keldi. Programmamiz davom etadi. Bir soatdan ish hatto ammo qanday bu bir soatdan ish qolganda shaxsan men his qilmay qoldim. Bir yaxshi muhim temalar ustida suhbatlashib turishni kirib ketganligimizdan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Zumray Salomdan so'raydigan savolim, siz sanırım şu anlatılan vaqtida qaysi xil o'rganish usullari bilan o'rgandingiz? O'zingizningki o'xshash yoshdagi do'stlaringizga qanday tavsiyalaringiz bor? Ularda kutadigan qanday umidlaringiz bor? Bu haqida bir yurak so'zlaringizni anglab boqaylik. Bayan sizlar deb o'tgandekmi shu ata-ona bu til meselede muhim baş rol oynaydı deb o'ylayman. Biz kichik vaqtimizdan beri anam ve dadamdan tushunmagan gaplarni so'rasak bizga zerikmasdan ince tushuntirib berdi. Hatta ba'zi yerda misol keltirib tushuntirdi. Onunla sırt biz kichik vaqtimizda
balalarning filmlarini, naqshlarni va biraz cho'ng bo'lgandan keyin Uyg'ur etudlarni qo'yib beradi. Dadammi biz kichik vaqtimizda uxlashdan burun ya da hafta oxirlari bizga kitob o'qib beradi. Biz odatda tamoq yeb bo'lgandan keyin bir qur vatanning gaplarini qilmasdan qo'rqmaymiz. Bu odat kichik vaqtimdan beri bor, hozirmi shunday. Va shunga men bundaq o'ylasam bir tarafimda vatanni ko'rgandek bo'laman, yana bir tarafimda ko'rolmaganimga bek ichinaman. Chet elda tug'ilgan bolalarga Uyg'ur saviyani yetishtirish uchun ota-ona teng kuch chiqarish kerak deb o'ylayman, chunki buni men o'z ailemdan ko'rgan va mening yishimdagi bolalarga bir tavsiya sunsam Uyg'urcha paranlashish. Mayli ota-ona bo'lsin, mayli do'stlar bilan bo'lsin, yana mening fursatdek shu ma'lumlar bilan, Farida ma'lum, Salomat ma'lumdek ular bilan Uyg'urcha so'zlashib, masalan men bir xato qilsam yo bir xatolik bir so'zni so'zlab qolsam, ular masalan to'g'ri javob berdi. Ya qizim, mana demaysiz, mana deysiz deydi masalan. Shu orqali jihnazni o'rgangan bo'ldim. Abide mikrofon. Rahmat Sunuray Solim. Yaxshi tavsiyalarni bersangiz. Programmamizni ko'rayotgan ekran oldidagi qiynalishimizdan kelgan savollar bor ekan. Bu savollarga bir javob berib o'tsak. Germaniya Uyg'uriya maktabining darslik qilayotgan muntazam kitobi bormi deb bir savol kelibdi. Shunga bir Farida muallim javob berib o'tgan bo'lsangiz. Germaniya Uyg'uriya maktabininki 5 sınıfımız var. Endi en küçük sınıf bu yesli sınıfı. 20 yaşdan 4-5 yaşgacha bo'lgan bolalar, ular asosan o'yinlarni, ranglarni o'rgatib, muallimlar tang o'ynab, ular bilan bir 30-40 minut sınıfda ders etadi. Onundaki hava biraz yaxshi bo'lib qolsa, talaga chiqib o'ynatadi. Ular albatta bek kichik, faqat u maqsadimiz u bolalarga til chiqarish. Tilni qancha kichik boshlasa shuncha yaxshi dedik. Onundan keyin boshlang'uchga kirgan bolalarning sinfi bor. O sınıf bilan anandagi bizning bolalarimiz keyin kirgan bolalar bordi. Ularga biz shu Gulnar Imom muallimniki ilibba kitobini shuni o'timiz. Onundan başqa Salomat muallimmi qo'liga uchirgan har qanday muhim bolalarga masalan ilibba bilan bu tilni qorashtirib so'zlaydigan aşındaq narsalarni ko'paytib akilib yoki o'zi yezib shundoq o'tadi. Endi men sinfimga adabiyot kitoblarini hozir chiqqan adabiyot masalan 2 qism kitob borki, shuning ichidan shu adabiyot kitobining ichidagi nimalar borki, maqolalar borki, shuningki bizga muvofiq keladiganlarni tanlab shuni bolalar bilan shuni o'tib kelyapti. Yana bir savol bor ekan. Ota-onalarningki ona til o'rgatish qizg'inligi, ona til qizg'inligini qo'lga keltirishda ota-onalarga qanday tavsiyalarni qilsangiz mumkin? Bu haqida Salomat muallim siz so'zlab bergan bo'lsangiz, yana bir qisqa qo'shimcha bir savol. Ya'ni ota-onalarningki hozirgi qizg'inligi yetarlikmi yoki yetarli emasmi, buni qanday qaraysiz? Shu savolga. Ota-onalarningki bu ona tilga bo'lgan qiziqishi meningcha yetarli deb qarayman, chunki o'zi ona tilda so'zlaydi. Ularningki boshqa tilda so'zlabmi o'zlariningki hissiyotini ifodalashi natayin tegiga yetkazib ifodalayolmaydi boshqa tilda so'zlasa. Ota-onalarning ona tilga bo'lgan qiziqishi yetarli, ammo oilada bolalarga bo'lgan o'rgatishi yetarli emas. Bolalarning qiziqishini qo'zg'ishi yetarli emas deb qarayman. Ota-onalar o'zininki shu ona tilga bo'lgan qiziqishini yuqori ko'targanda bolalarga
Ballarga yuqori unumda o'gitadi deb o'ylayman. Masalan, ballarga men hozir qadar kichkida ballarimga allay naqshisi aytib berardim. Hatto qizimni uxlatgan vaqtida yo'ldashimning bir kichik ün alg'isi vardı. Shu ün alg'isiga allay naqshisini aytib qo'yib, qizim uxlaganda yenida qo'yib qo'yatdim shu ün alg'ini, kichik bir ün alg'ı. Andan keyin hozirga qadar har oqshimi kitob o'qiyman. Hozir qadar davomlashib kelyapti. Masalan, töngan oqshom o'qiyolmadim. Aldığım günü beşim ağrıdı deb o'qiyolmadim. Şuna bilan balarimdan kechirim so'radim. Kitob deydi. Bugun o'qiyolmayman desam, undaq bo'lsa, ata hammani qo'shib 6ni o'qib bersangiz deydi. Bugün men ata sizlarga va'da beray dedim. Ammo shunga o'xshash nayda kichik ishlardan. Masalan, hozir shu internet torlarida shundaqchiq, YouTube kanallarida shundaqchiq, shu balalarninki karton filmlari bor. Men bu balla karton filmlari ichida shu Markoning opasini izdishi bilan Shir Podshoh uni pek yaxshi ko'raman. Andan keyin bizning Uyg'ur cho'chaklari bor. Uyg'ur cho'chaklaridanki karton filmlari shunchalik yaxshi ishlangan. Andan keyin biz o'zimizningki ilpa karton filmlari bor. Shu ota-onalar o'zlarini bir ko'rib chiqqandan keyin balları bilan balasiga meni ko'y demasdan balları bilan teng ko'rsa, yenida teng o'tasa, balla qiziqib ko'rdi uni. Ama balam sen ko'y deb qo'yib o'zining ishini qilsa, balla ko'rmaydi. Diqqatini faqat 5 minut ya 10 minut beralaydi, undan keyin berolmaydi. Men masalan shu Shir Podshoh degan karton filmni to'liq ko'rib chiqdim. To'liq. Markoning opasini izlashini shu. Andan keyin shu balalarninki vatanda aytgan Bayzun Nuray degandek shundaq chiroyli naqshi disketlari bor. Ularni qo'yib berardim. Hatto balalarim biz qachon shundaq o'tirib vatanda anglaymiz buni deb ketadi kichigida. Tili shuning orqali chiqqan. Balalarning qiziqishini qo'zg'ashda shundaq oddiy usullardan boshlasa, biroq sen ani o'rgan, mani o'qu desak, balalar o'qimaydi. Onun uchun biz ulgu bo'lishimiz kerak. Balalarni o'rgan deyishdan burun biz o'zimiz ulgu bo'lib, oldi bilan o'zimiz o'rganib, amaliy harakatimiz bilan ko'rsatgan vaqtida balalar uning qiziqadi. Ha, opamni o'rganib yetibdi, opamni anglayibdi. Voy, men anglaychi, men o'qaychi deydi. Shuningga o'xshash nayda kichik ishlardan boshlasak, menimcha qilib ketgili bo'lmaydigan ish yo'q. Azroq badal to'lasak-lan, bayam degandek, ustoq badalga muhtoj. Azroq badal to'lasak-lan, buni cho'qim qilib ketalaymiz. Unumini ko'ralaymiz. Rahmat, So'lim. Ko'p rahmat. Programmamiz oyoqlash oldiga kiryapti. Shu munosabat bilan Farida muallim va Salomat muallimdan oxirgi tomoshabinlarga deydigan bir yurak so'zlarini so'ragim keldi. Tomoshabinlarga qanday deydigan yurak so'zlaringiz bor? Anglab bakkan bo'lsak, Farida muallim rahmat. Rahmat So'lim. Tomoshabinlarningki qimmatli vaqtini chiqarib, bizning shu oddiy suhbatimizga ishtirok qilganiga ko'pdan ko'p rahmat. Endi shu Uyg'ur mayli nada yashayli, bizning qinimizda, tomirimizda shu Uyg'ur qini bo'lganligi uchun bizning ko'nglimiz ham bir-birimizni tortib turdi. Endi bu Uyg'ur yuqorida so'zlab o'tdik, 2 soatga yaqin bo'ldi. Uyg'ur til masalasi bu sal qaraydigan masala emaski. Bütün shu dunyodagi Uyg'urlar hozir buniki nihoyatda muhimligini his qildi. Endi Germaniyadagi bizni hozirgacha qo'llab kelgan Myunxen jamoatiga, bo'libmi ota-onalarga chin yuragimizdan rahmat aytamiz. Faqat birlam ota-onalardan kutilganimiz, balki balamninki ishi bek oldirashdi, maktabda darsi bek chiqdi, undaqdi, andaqdi deb shuni bana qilib turib balalarni maktabga akilishdan qochirmagan bo'lsa. Chunki abetin dedik, ana balaning birinchi maktabi deb o'zimizning boshqa ishlari bo'lsa-mu, shuning oldiga balani maktabga akilishni birinchi o'rin qo'ysa, bizmi kuchimizdan yetish qilsak, anadagi bizning maktabda hozir 10 dak o'qituvchi bor, asosli o'qituvchi, yordamchi o'qituvchi bo'lib, bu kuchimizni texnik kuchaysak,
bütün dünyadaki muş ana til maktabları bilan mümkün bo'lsa bir aloqa qilib tursak, shularning esil tajribalarini o'rgansak, shunday qilib biz Germaniya Uyg'uriya maktabimizni texmo ro'naq topqizsak, bolalarimizga kuchimizning yetishicha azroq bo'lsin bir emgak qilib qo'ysak deb shuni orzu qilaman. Rahmat. Rahmat Farida Hanım. Tomoshabinlardan yana bir kelgan savol. Uyg'uriya, Germaniya Uyg'uriya anturi maktabini Germaniyaningki boshqa shaharlarga kengaytirish imkoniyati bormi degan savol keldi. Shuna bir javob berib o'tsangiz. Germaniyaning endi bu ana til maktabimizda asli bizning maqsadimiz shu. Faqat München shahrida emas, boshqa shaharlarda ham kengaytsak deb, ammo ilaqi sharoit, vaqt sababidan boshqa shaharlarga berib, u yerdagilar bilan tanishib, qaysi o'qituvchilarniki, chunki bu dediqku bek jafoliq ish bo'lgandan keyin nurg'un odamlar bizning mush maktabni ochganda nurg'un onalar bilan so'zlashgan. So'zlashib maktabga dars o'tib bersangiz desam, men dars o'tib bermay, ammo yeninglarda turib beray deganlar bo'ldi. Endi yonda turadiganlar aytijikka, oldida mangdiganlar biroz ozga endi shuni tepib, agar shu boshqa Germaniyaning boshqa shahridagi onalar biz mushundaq bir maktab qursak, bizga yordam qilsanglar, tajribalarni deb bersanglar desa, albatta, hatto o'zimiz berib o'qituvchilardan ashlar bilan ko'rishib, yosh onalarni yetaklab qilib beramiz. Yana bir savol bor ekan, savolni so'rayotgandan keyin programmamizni oyoqlashtiraylik agar boshqa savol bo'lmay qolsa. Bu savol ana til bilan yani Kur'an savol chiqarishni birga ugutish to'g'rimi degan savol ekan. Bunga Hasan Salomat ma'lum javob berasiz. Bo'ldi. Ana til bilan Qur'on darsini o'tish hargiz bir-birisiga zid kelmaydiki. Biz dastlabda bu ana til maktabini ochgandimi, shu darnakda o'tdik dedik. 1 soat ana til o'tdik, ikkinchi soatida Qur'on darsi o'tdik. Buningga Ablat muallimni taklif qilgan. Bolalarimiz shundaq chiq shu vaqtning o'zida boshda ochgandilar 44 nafar o'quvchimiz qatnashgan. Qur'on darsini izchil o'rganib, buningga boshdilar shu ilpadan boshladik, arab ilpasidan. Ablat muallim izchil kelib dars o'tib berdi, biz tang epmandik. Keyin bu sinflarni sinf deyman-ku, shu darnakning ishxonasini remont qildigan bo'lib qolib, biz boshqa bir yerga berib dars o'tishga to'g'ri keldi. O'rnimiz yo'q chunki. Andan keyin shu ota-onalarning ichidan pedagoglıq bilan o'zi o'qishib bizga shu turk jamilarini o'qishib berdi. Biz bo'ron demay, qarishilganga qaramay, nayt so'goq vaqtda shu orlig'imiz nayt yiroq bo'lgan orliqdagi jamilarga berib dars o'tdik. Shu yerda Qur'on darslarini o'tdik, ammo shu sharoitimizning chekligi, o'qituvchi manbasining kamchiligi sababli Qur'on darsimiz shu vaqtida to'xtab qoldi. Sinf yo'tkilganligi sababidan. Keyin rasmiy holda 2018-yili andan keyin bizning Uyg'ur madaniyat ma'rif birligi qurilib, bu maktabni ilk mangdi. O jarayonda biz Qur'on darsiga tutishib bo'lolmadik. Chunki o'qituvchimiz kamchil. Inshaalloh bu bo'lib qolar. Ammo buning hech qanday bir xato yeri yo'q. Andan keyin oxirida hamda mening shu ekran oldidagi ko'ruvchilarga deydigan yurak so'zlarim, Farida ma'lum degan so'zlar mening yurak so'zlarim. Yana birisi shu ko'ruvchilarning, ota-onalarning, atrofdagi yaqin do'stlarningki ilhom madaniyat madadlarini ayımasa. Berdigan taklif fikrlari bo'lsa, ayımay ba'sa. Monaqcha aytgan vaqtida hayotimda va boshqacha shaklda menga bir narsani o'rgatayotgan yoki menga bir narsalarni his qildirayotgan shu hammalarga minnatdorligimni bildiraman. Amaliyotda biz hammamiz shu hayot maktabining o'quvchilari. Hayot maktabidagi har bir kunimiz o'zgacha ma'nolarga to'lsin deyman. Hammalarga ko'p rahmat. Rahmat Salomat muallim. Sizga ham ko'p rahmat.
Ana til mavjudligimiz, ana tilimizni saqlab qolish va keyingi avlodlarimizga yetkazish, bo'libmi chet eldagi Uyg'urlarninki eng muhim bo'lgan, yuksak bo'lgan majburiyatlardan biri deb qaraymiz. Bugungi programmamizga ishtirok qilgan qimmatli mehmonlarimiz, Salomat muallim, Farida muallim, o'quvchimiz Salimiz Zunuray ve ekran altındaki tomoshabinlar vaqtinglarni, qimmatli vaqtlaringlarni chiqarib programmamizga ishtirok qilganlar uchun ko'p rahmatimizni bildiramiz. İnşallah bu programmamiz, ya'ni Ana til gulzori programmamiz davomlashib turdi. Uyg'ur akademiyasining Ana til komiteti qarama-qarshi Ana til gulzori programmamiz mushu muajiratdagi o'quvchilarning, ota-onalarning o'zaro ana tilni o'rganish jihatdagi, o'rgatish jihatdagi tajribalarini o'rtoqlashishi, Uyg'ur ro'yini bolalarimizga, avlodlarimizga to'g'ri bir shaklda yetkazib berish maqsadi bilan yo'lga qo'yildi. Programmamizni davomlashtiramiz. Keyingi sonda sizlar bilan ko'rishishni umid qilamiz. Undaqda hammalarga xayr xo'sh, keyingi son programmamizdan ko'rishaylik. Rahmat so'lim. Rahmat. Salomat bo'ling. Sizlarga ham rahmat. Aman bo'ling. Hepimiz her yerde aman bulaylı.